Sportivniy mashinalar ishqibozlariga mana bitta sportivniy mashinamiz keldi. 2020-yil 200 ming yurgan. O'risli mashinasi. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi, tonirovkaga ruxsatlari bor ekan. Lada Vesta Sport ekan. Polni sidinalari singan, mexanikani endi full pozitsiyasi ekanda. Mashinani 8,5 mingga beriladi. Kimga qiziqarli bo'lsa, telefon nomeri yozib qo'yapmiz, telefon qilaverasizlar. Lada Vesta Sport.